bugungi kunda hamma sohada islohotlarni ko'rishimiz mumkin. Bundan 10 yil yoki 15 yil oldingi davrda qarasak, o'qishga topshirishning o'zi, masalan, oliy ma'lumotli bo'laman deb niyat qilgan yoshlarimizning o'zi o'qishga topshirishning o'zida bir necha marta o'zi kirishni xohlagan universitet yoki institutga borib hujjatlarni olib borish kerak edi. Masalan, birinchi marta borasiz, yo'nalishlarni ko'rasiz, u yo'nalishda maktabdagi o'zingiz xohlagan yo'nalishdan boshqa qiziqtirgan yo'nalishni ko'rasizda almashtirish kerak bo'lib qoladi yoki bo'lmasa o'zingiz istab qolasiz. Demak, qaytib kelasiz, yana qaytadan maslahatlashib ko'rishim kerak ekan, o'ylashib ko'rishim kerak ekan uyga deganday. Qarang, birinchisi ketdi. Ikkinchi marta borasiz, hujjatlarni olib borasiz, hujjatlarda kamchilik topadi. Masalan, oddiygina harbiy qism beradigan переписной deymiz o'zimizning tilda. Ana shu переписнойda uzaytirish kerak keyingi yilga deyin degan. Mana oddiygina narsa. Demak, yana qaytasiz ana qishloqqa. Bir necha marta borib hujjat topshirish kerak edi. Hujjat topshirishning o'zi qiyin edi. Bugungi kunda agar e'tibor beradigan bo'lsak, hamma narsa onlayn. Uyda o'tirib topshirish mumkin. Hatto mana oxirgi yillarda shunday tajribani ko'ryapmiz. O'zbekistonda emas, chet elda yuribdi. Masalan, Qozog'istonda qarindoshlariga ketgan, og'aylarga ketgan, Rossiyada yoki bo'lmasam shunday ketgan abituriyentlardan bizga murojaatlar bo'ladi-da, men qanday topshiraman? Xalagan joyda o'tirib, O'zbekistondagi mana shu faqat belgilangan vaqtda hujjat topshirish imkoniyati paydo bo'ldi. Demak, bu ota-onalar uchun ham, abituriyent uchun ham juda yaxshi. Test sinovlari bilamiz, o'zi birinchi 92-yilda Toshkent shahrida sinov tariqasida o'tgan bo'lsa, 93-yildan boshlab viloyatlarda o'tib boshladi. 94-yilda O'zbekiston Respublikasi bo'yicha hamma joyda, endi u paytda Davlat test markazi deb aytilgan, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ana shu test sinovlari o'tkazilar edi, binolar belgilanar edi. 10 yil oldingi agar davrda solishtirib ko'rsak, Qoraqalpog'iston Respublikasining o'zida 47 bino bo'lgan. Endi nazoratini olib borishning o'zi bo'lmaydi. Har bir binoda bino rahbari bo'ladi, qavat rahbari bo'ladi, nazoratchilar bo'ladi, lekin baribir u yerdagi protsessni, jarayonni ko'rishdan imkoniyati yo'q edi. Hech qanday tashqarida turib, ichkarida nazorat etishning imkoniyati bo'lmadi. Endi bugungi kunda agar e'tibor bersak, mana hurmatli prezidentimizning shu ta'lim sohasida islohotlari, aynan shu test sinovlari, umuman oliy ta'limga kirishni yanada takomillashtirish bo'yicha olib borgan mana shu belgilab bergan islohotlar natijasida mana katta sig'imga ega bo'lgan binolarga erishdik-da, test sinovlari mana shunday binolarda o'tkazilyapti. Hamma sharoit bor. Mo'tadil temperatura, harorat, suv, ruchka, kerak bo'lsa masalan matematika yoki masalan fizikadan yoki ximiyadan fizik kattaliklar, matematik formulalar yoki bo'lmasa davriy jadval, bular abituriyentga bilim baholash agentligi tarafidan taqdim etilmoqda. Bu ham abituriyent uchun juda katta bir yordam deb aytsa bo'ladi, imkoniyat deb aytsa bo'ladi-da. Oldinlari ko'rsak, masalan, davriy jadvalni yodlab chiqish kerak edi. Abituriyent yodlab o'tirish kerak edi, chunki qo'lida hech narsa yo'q. Bugungi kunda uni qo'ldan berib qo'yibmiz. Demak, bu ham abituriyentdan faqat ozgina harakatni talab etadi bo'lgan. Kirishdan boshlab test topshirish o'rni yoki bo'lmasam uning o'zining o'rniga borib o'tirishi hammasi video nazoratda bo'ladi. Kirishda identifikatsiya bo'lsa, identifikatsiya kameralarimiz bor. Keyin har bir guruhda nazorat kameralari bor. Nazoratchi uchun alohida kamera turadi, guruh uchun alohida kamera turadi. Undan tashqari ota-onalar uyida turib, masalan, protsessni ko'rishi mumkin. Onlayn mana o'zimiz bilamiz, test 2026, test 2020 har yili mana shunday onlayn platforma yaratilib, ota-ona agar shu test sinovlari bo'layotgan joyga kelsa-da yoki uyda o'tirsa-da yoki bo'lmasam chet elda yursa-da, mana shu O'zbekistonda test sinovlarini bemalol kuzatish imkoniyati yaratilgan. Demak, bunda adolatni ta'minlash, umuman birinchi navbatda shu test sinovlari adolat ko'zgusi deb aytamiz o'zi. Shiorimiz ham shunday.
oldingi yillardan abituriyentlarning soniga qarab ko'rsak, ancha o'sib kelganligini ko'ramizda. Masalan, oldingi yillarda shu 400 ming umumiy O'zbekiston Respublikasi bo'yicha, keyingi yillarda 700 ming, 1,5 milliongacha chiqqan abituriyentlar bo'ldi. Demak, bu yoshlarning oliy ma'lumotli bo'lish istagi qalbinda, shu o'zinda oliy ma'lumotli bo'lishim kerak, ertaga bir mana shu respublikama, yurtima bir foydam tegishi kerak degan maqsad etgan yoshlarda mana shu narsa bor. Demak, oliy ma'lumotli bo'lish istagidagi. Buni birinchi navbatda mana shu 2030-yilgacha rivojlantirish strategiya bor. Mana shu strategiyada da oliy ta'limni qamrovini kengaytirish ko'zda tutilgan. Endi bundan tashqari muhtaram prezidentimizning Qoraqalpog'iston uchun alohida e'tibori, ta'limni alohida e'tibor berganligini ko'ramiz. Qo'shimcha kvotalarning berilishi ham oliy ta'limga qamrovni yanada ko'tarilishina sababchi bo'ldi. Hatto mana bugungi kunda xususiy universitetlarimiz bor, yoki bo'lmasam chet davlatlarning O'zbekiston Respublikasining filiallari bor. Ana shularga da grant asosida kirish imkoniyati yaratilgan. Oldinlari test sinovlari faqat test, uning 4 javobi degan narsa bor edi. Testni beradi, uni siz javobga qaraysizda, tavakkal etib bergida, lekin chiqish imkoniyati ko'payadi. Nega? Sababi savol, uning javobi. 5 javob bo'lgandan keyin uni imkoniyati bor edi oldingi davrda. Endi keyingi davrga qarasak, aynan prezidentimizning PQ 4884 degan qarori chiqdi. Bolalarni, o'quvchilarni o'ylashga majbur, tafakkur qiladigan, tafakkur qilishga majburlaydigan topshiriqlarni shakllantirish ko'zda tutilgan. Bugungi kundagi test topshiriqlari aynan ana shu asosiy mezon sifatida olingan. Ya'ni bolani, o'quvchini o'ylashga, tafakkur qilishga, mantiqiy o'ylab javob berishga bir undovchi savollar tashkil etdi. Endi bundan tashqari bugungi kunda abituriyentning qo'lida yoki bo'lmasa o'quvchida bilimni olish imkoniyati ko'paydi. Maktabning ichidagi to'garaklar yoki bo'lmasam ixtisoslashgan maktablar, undan tashqari repetitorlik xizmatlari deymiz. Bularning hammasi o'quvchilarda imkoniyatni kengaytirdi. Undan tashqari aynan yuqorida aytilgan qaror asosida bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida umumta'lim fanlari bo'yicha, chet tili fanlari bo'yicha test sinovlarini o'tkazish yo'lga qo'yildi. Yil davomida masalan 10 marta qo'yilsa, 10 marta topshirish imkoniyati bor abituriyentda. Demak, bu oxiri abituriyent o'zining maqsadiga yetaman degan abituriyent bo'lsa, qayta topshiryapti. Ayrimlar abituriyentlar bir topshirig'ida o'tib ketyapti. Demak, bu ham abituriyentga imkoniyat. Balni yuqorilashga sababchi bo'ladi. Undan tashqari, mana hozir aytdik, milliy sertifikatlarimiz bor. Umumta'lim fanlarida milliy sertifikat tashkil etganmiz. Bu ham shunday. Masalan, yil davomida 4 marta qo'yilsa, bir fandan, mana shu 4 marta imkoniyatini sinab ko'rish imkoniyati bor-da bolada. Demak, bu birinchi yoki ikkinchi topshirganda o'zining maqsadini erisha olmadimi, keyingi safar albatta topshirib ko'rayotir. Ana shuning orqasidan bugungi kunda abituriyentlar maksimal balni qo'lga kirityapti. Agar maksimal balga keladigan bo'lsak, o'tgan yil bilan solishtirib aytamiz, 2025-yilda Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha umumlashtirib aytsam 30 ga yetmas edi maksimal ball to'plagan o'quvchi, bugungi kunda 300 nafar bo'ldi. Demak, 10 marta ko'paydi. Talabada shuncha bilim bormi? Demak, uni o'qitadigan o'qituvchi o'zining ustida ishlash kerak bo'ladi. Nega? Chunki talaba agar sizdan bilimli bo'lsa, siz dars berishingizdan ma'no qolmaydi. Birinchidan, undan tashqari shu talaba masalan bitta bo'lmaydi, 10 ta bo'lishi mumkin bir guruhda, yoki undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Demak, bu albatta ertaga mevasini beradi. Nega? U talaba albatta keyin magistraturani davom ettiradi, xolasa doktoranturada o'qiydi yoki bo'lmasam shu oliy ta'limdan keyingi ta'limda o'qiydi. Umuman ertaga qaysi bir sohaning haqiqiy mutaxassis bo'ladi. Bu albatta kelajakda ijtimoiy, iqtisodiy mana shu davlatni rivojlantirishga albatta o'zining hissasini qo'shadi. 5 yil, 10 yil o'tadi, albatta mevasini beradi.